Yatib deymiz, Mirzahid o'tmadik. Siz Mirzahid o'tmadik. Sizniki? Ha? 312 kreditingizni 100 million olaydigan kreditingiz bilan gaplashdim. Nodir akaga uchrashasiz. Nodir qani? Hozir. Buni 312 bo'yicha 100 million ajratib beramiz. Bu mashinalarga. Buni haqi beradi Nodir bilan uchrashasiz. Yatib deydi. Kimda nima masala bor, kimda nima вопрос bor? Mana 312 hozir nimaga olyapti dedilar? Ko'pchilik. Siz Qalban tomon qo'yildi. yo'q, o'zimiznikini olgan, zaryadga topib qo'ygan, mana buni bajarishim kerak. Buni xalqlarga ko'rsata olmayman. O'zimni avval qo'ygan joydan jo'nataman. Kimda yana nima вопрос, nima savollar bor? Tabriklar. Bankomatda qatnashib turibsiz. Mana bankomatga qilishga kelib ketishim to'g'ri keladi. Inkassatsiya? Inkassatsiya qilish. Bankomatdan oldin Qaysi bankomat aka? mana bankomatda bor. Bu ademlarni biz voz kechdik ademlardan. Ademlar endi hech qaysi ishlamaydi. Biz Единый infodamiz. Siz respublika bo'yicha, mana shahar bo'yicha nechta bank xizmatlari ofisi, bank buxola bo'lsa, любой joyga kirib inkassatsiya qilasiz. Ha, любой nimada qilamiz. Любой filialda. Shunday borasiz, borib turib uchrashasiz. Iningizni aytasiz, yagona infomiz-ku. Bu mijoz hozir biz tanlamaymiz. Siz borib Samarqandga borib ham ishingizni bitirib ketasiz. Qoraqalpoqqa borib ham bitirib ketasiz. Lekin esingizdan chiqaring, ademlarimiz bizga javob bermadi talabga, shuning uchun shahar bo'yicha, respublika bo'yicha ademlarimizni eshitib olamiz. Soat 6gacha qabul qilaman. 6dan keyin qabul qilaman. Ha, yo'q. Sizni o'z faoliyatingiz nima? Xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish. Inkassatsiyada bu yerda muammo bormi? Yo'q, hozir endi boshladim. Oldin paynet qo'larni ishlatmoqdim. Hozir albatta paynet ishlatyapman. Endi kelib ketish to'g'ri keladi. Oldin shuni adayman qilardim, muammo bo'lmasdi. Aha. Kelib ketish muammo emas, endi oson ishlar. Joyingiz qayerda? Bitizda. Bitizda? Bitizga sizga eng yaqin joy mana shu joy. Oldin bitta bo'lardi, yopilib ketdi. Ularni yopdik, bitta bitta shu joy qoldi. Agar inkassatsiyadan boshqadan gapiki bank o'zidan muammo bo'lsa, mana oldimga kelsangiz, masalangiz hal qiladi. Foiz stavkalarida kelishtirib bo'lmaydimi? Foiz stavka? Qanaqa foiz stavka? Misol uchun, qarang, davrbarki ustarish hisobi bor. Bitta 0% bilan beradi. Bitta hozir samolyotda turgancha, terma xamalashib turgancha 0.5 bo'lsa ham qo'ymayman, shu tomchilayman. Lekin o'zi tegi 0. Qaysi tarifdasiz? Yo'q, ana 15 milliongacha, 10 milliongacha o'sha 0.5%. Siz 300 million oyiga оборот qiling, 300 million оборот qiling, men sizga 0.1 qilib beraman. 300 million оборот to'g'ri, endi davrda 0.1 qilib berasiz. Endi davrda bo'lishi mumkin. Yangi ochilgan mijozlarga bo'lishi mumkin. Mana 1 yil yangi ochilgan mijozlarga 0 qilib turib o'tgan yil tugadi bu tartibimiz. O'tgan yil tugadi. Agar siz 15 million оборот qiladigan bo'lsangiz, sizga u katta pagoda bermaydi. To'g'ri endi. Agar siz boya aytganingizdek turib, men 300 million оборот qilolmasam, 0.5 dan olsam desangiz, men bu masalani respublikaga ko'tarib, haqiqatan mijoz mana shunaqa bo'laydi deb turib, sizni tarifingizni men tushirib berishim mumkin 0.1 ga. O'zi 0.1 dan ham sizdan 300 million olayotgan daromadimiz bizga ko'rsatayotgan xizmatimiz qoplamaydi. U gap uchun mendan xafa bo'lmang. Men sizga ochiq realniy gap aytyapman. Agar siz 300 million оборот qiling oyiga, men oldimga kiring, men 300 million оборот qilolman deng, men sizga 0.1 qilib beraman. Gap. Yana kimda nima savol, kimda nima masala bor? Abdullaga savol bo'ldi, shu 312 ni masala qilib ko'tarasan, Nodir 312 100 million olyapti-yu, men kecha sizga aytdim, tikuvchilik sexi uchun. Buni mana shu keyingi haftani o'rtalarigacha o'zi chiqarib beringlar. Maylimi? Siz hozir Nodirga kirib uchrashing. Dokumentlar kecha biznes bilan rashlagan hammasini olib qolgan. Hozir xizmat ko'rsatib berish bo'yicha, adablarni olish bo'yicha ketgan shahar bo'yicha. Maylimi? Sizlarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.